Amerikada o'qimoqchi bo'lgan do'stlar, hoziroq bu videoga bitta like bosing, men sizga asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan pointlarni eslatib o'taman. Sizga Amerika universitetlariga kirishga, grantlar yutishga aytilayotgan har xil cho'pchaklardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Men Amerikadaman, sizni ham Amerikaga olib kelaman deganlardan albatta ehtiyot bo'lishingiz kerak. Sababi ko'pchilik talabalar orasida universitetlardan offer letterlarning fake holatlari ko'p uchramoqda, ya'ni fake hujjatlar berilmoqda talabalarga, fake I-20 hujjatlari, fake SAT'lar universitetlarga yuborilmoqda. Albatta universitetlarga hujjat yuborayotgan vaqtingizda, siz kim bilandir ishlayotgan vaqtingizda fake hujjatlardan ehtiyot bo'ling. 100% grant olib beraman, 100% grant olsang 100% aniq sen talabalik vizasini olasan degan ma'lumotlardan albatta ehtiyot bo'lishingiz kerak. Amerikaga ketmoqchimisiz? Bu jarayonda siz albatta puxta tayyorgarlik va qilinayotgan hujjatlarni haqiqiyligiga albatta e'tibor berishingiz kerak va bu jarayonda siz talaba sifatida Amerikaga borar ekansiz, bu jarayon uchun, ya'ni universitetga kirish, vizaga topshirish, bu holatda siz hech qachon $5000 pul sarflamaysiz. Mana shu narsaga albatta e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xullas, siz Amerikaga ketmoqchi bo'lsangiz, sizga aytilayotgan har bitta va'dalarga, har bitta cho'pchaklarga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Siz bilan birgalikda Amerikaga ketmoqchi bo'lib turgan do'stlaringizga albatta bu videoni jo'nating. U ham bu haqidagi ma'lumotlarni bilsin va ogoh bo'lsin.